Qon. Tomirimda oqayotgan qonimiz bir edi. Biz bir daraxtning ikki xil shoxi edik. Hamma bizga aka-singil, jiyanlar deb qarardi. Lekin yurak. Bu o'lgur yurak qon-qarindoshlik chegarasini tan olmas ekan. U menga qarab, sen men uchun boshqacha odamsan deganda, men jahannam va jannat o'rtasida qolgandek bo'ldim. Amakimning qizi. Mening bolaligim, mening sirdoshim va mening eng katta gunohim bo'lishi mumkinmidi? Yoki bu taqdirning bizga atagan eng buyuk sinovimi? Bugun men sizga qarindoshlikdan ustun kelgan, butun urug'aymoqqa qarshi chiqqan olovli muhabbatim haqida so'zlab beraman. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Hikoyachi Momo kanaliga xush kelibsiz. Bugungi hikoyamiz jamiyatimizdagi eng nozik mavzulardan biri, qarindoshlar o'rtasidagi sevgi haqida. Bu voqea real hayotdan olingan bo'lib, undagi kurash va sadoqat sizni befarq qoldirmaydi. Agar siz ham chin muhabbatning kuchiga ishonsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Men 21 yoshdaman. Ismim Sardor. U esa Farzona, amakimning kenja qizi. Biz bir mahallada devordarmiyon qo'shni bo'lib, bir hovlida chang yutib katta bo'lganmiz. To'ylarda birga xizmat qilganmiz, bayramlarda bir dasturxon atrofida o'tirganmiz. Hamma bizga shunchaki qarindosh, aka-singil deb qarardi. Rostini aytsam, o'zim ham 18 yoshimgacha shunday deb o'ylardim. Lekin inson ulg'ayar ekan, nigohlar o'zgarar ekan. O'sha kuni ammamning o'g'lini uylantirayotgan edik. Farzona atlas ko'ylakda, sochlarini uzun qilib o'rib olgan holda hovlida mehmonlarni kutib olardi. Men og'ir qozonlarni tashib, terlab pishib yurganimda, u bir piyola muzdek suv olib keldi. Sardor aka, charchamadingizmi? Oling, ichib oling, dedi u. Uning ovozida oldingi sho'x jiyanning ovozi emas, balog'atga yetgan, latofatli qizning nazokati bor edi. Men piyolani olayotib, uning ko'zlariga qaradim. Vaqt to'xtab qoldi. Uning ko'z qorachig'ida o'zimning aksimni ko'rdim. Lekin bu aks aka aksi emasdi. Bu oshiqning aksi edi. Yuragim gup etib urib ketdi. Qo'limdagi piyola titrab ketdi. Rahmat, dedim zo'rg'a. O'sha kundan keyin men halovatimni yo'qotdim. O'zimni to'xtatishga, bu hisni yo'q qilishga ming bor urindim. Bu mumkin emas. U amakingni qizi. U sening singling hisoblanadi, deb o'zimni koyirdim. Lekin yurak aqlga bo'ysunmas ekan. Farzona kulganda dunyo yorishib ketardek, u g'amgin bo'lsa, osmonim qulab tushgandek bo'lardi. Men endi uning yoniga borishga ham, ko'ziga qarashga ham qo'rqib qoldim. Lekin taqdir bizni har qadamda to'qnashtiraverardi. Bir kuni kech kuz edi. Hovlimizdagi xazonlarni supurayotgandim. Farzona chiqib qoldi. U menga yordamlashdi. Biz jim ishladik. Lekin bu sukunat ichida minglab so'zlar bor edi. Ish tugagach, u menga qarab kutilmagan gapni aytdi. Sardor, nega mendan qochyapsiz? Men dovdirab qoldim. Qochganim yo'q. Qochyapsiz. Nigohlaringizni olib qochyapsiz. Lekin men sezaman. Siz ham xuddi men kabi his qilyapsiz, to'g'rimi? Bu savol meni devorga taqab qo'ydi. Uning dadilligi meni hayratda qoldirdi. Nimani his qilyapman, so'radim ovozim bo'g'ilib. Siz men uchun boshqacha odamsiz, dedi u pichirlab. Bu yaqinlikni, bu issiqlikni boshqa hech kimda, hatto o'z akalarimda ham his qilmayman. Bu qarindoshlikdan ortiq narsa. Shu so'zlardan so'ng to'g'on buzildi. Biz o'sha kuni bir-birimizga dil izhori qilmadik, lekin ruhimiz allaqachon birlashib bo'lganini tan oldik. O'sha tun men uxlay olmadim. Har lahza xayolimda uning ko'zlari, ovozidagi titroq. Biz yashirincha gaplashadigan bo'ldik. Telefon orqali, xatlar orqali. Biz gunoh qilyapmizmi, deb so'rardi u ba'zan qo'rqib. Yo'q, derdim men ishonch bilan. Bizning niyatimiz pok. Biz bir-birimizni yomon yo'lga boshlamayapmiz. Biz shunchaki sevamiz. Lekin bu baxt uzoqqa cho'zilmadi.
Qishloq joyi devorlarning ham qulog'i bor. Bir kuni otam, qattiq qo'l gapining ustidan chiqadigan otam telefonimni stol ustida ko'rib qoldi. Ekranda Farzonadan kelgan xabar porlab turardi. Tushimga kiribsiz, sog'indim. Otamning yuzi avval oqardi, keyin qizardi. Meni chaqirdi. Bu nima deb baqirdi u telefonni ko'rsatib. Men nima deyishni bilmay yerga qaradim. Bu kim? Jiyanimmi? Amakingni qizimi? Ha, dedim sekin. Otamning qo'li havoga ko'tarildi-yu, lekin urmadi. Undan ko'ra og'irroq so'z aytdi. Uyalinglar. Senda nomus bormi? U sening singling-ku. Odamlar nima deydi? Aka-uka quda bo'lmaydi, qon buziladi, gap so'z bo'ladi demaganmidim? Men ilk bor otamga tik qaradim. Dada, u mening singlim emas. U mening taqdirim. Biz bir-birimizni sevamiz. Bu shunchaki havas emas. Otam stolni mushtladi. O'chirasan. Hoziroq hammasini tugatasan. Agar yana bir marta o'sha qiz tomonga qaraganingni ko'rsam yoki u bilan gaplashsang, senday o'g'lim yo'q. Amakingni yuziga qanday qarayman? Uyda katta janjal bo'ldi. Onam yig'ladi. Qo'y bolam, el-yurt oldida sharmanda qilma, qarindoshchilikka putur yetkazma deb yalindi. Farzonaning uyida ham xuddi shunday bo'ron bo'lganini keyin bildim. Onasi telefonini olib qo'yibdi, ko'chaga chiqishni taqiqlabdi. Biz ikki dunyo orasida qoldik. Tashqaridan qarindoshlar, ichkaridan bir-biriga talpingan oshiqlar. Oradan bir hafta o'tdi. Bu bir hafta men uchun do'zax azobidek tuyuldi. Farzonadan darak yo'q. Tirikmi, o'likmi bilmayman. Har kuni devorning u tomoniga qarayman, balki sharpasini ko'rarman deb. Otam meni qattiq nazoratga olgandi. Bir kuni kechasi hamma uxlaganda devor tirqishidan kichkina qog'oz parchasi tushdi. Yugurib borib oldim. Farzonaning xati edi. Meni boshqa qishloqdagi uzoqroq qarindoshimizga uzatmoqchi bo'lishyapti. Otam rozi bo'lish arafasida. Sardor, men o'lsam o'lamanki, boshqasiga tegmayman. Meni qutqaring. Xatni o'qib qo'llarim musht bo'lib tugildi. Demak, ular bizni ajratish uchun shunday yo'l tutishibdi-da. Yo'q. Men bunga yo'l qo'ymayman. Ertasiga tong saharda amakimning ishga ketishini poyladim. Lekin undan oldin Farzona bilan ko'rishim kerak edi. Bizning eski joyimiz bog'ning etagidagi keksa yong'oq daraxti tagida uchrashdik. U devordan oshib tushgan edi. Ahvolini ko'rib yuragim ezildi. Ko'zlari shishgan, rangi oqargan. Meni ko'rishi bilan bag'rimga otildi. Men qo'rqyapman. Ular meni baribir berib yuborishadi, dedi u yig'lab. Men uning yuzlarini siladim. Qo'rqma. Men tirik ekanman, sen hech kimga tegmaysan. Sen meniksan. Qanday qilib? Otangiz, otam. Ular tushunmaydi. Men bugun amakim bilan gaplashaman, dedim qat'iy. Erkakcha gaplashaman. Amakim. U kishi og'ir bosiq, lekin g'azabi yomon odam edi. Otamdan ko'ra qattiqroq edi. Kechki payt u ishdan qaytayotganda yo'lini to'sdim. Amaki, sizda gapim bor, dedim. U menga sovuq qaradi. Bilaman nima haqida gapirmoqchisan. Bekor ovora bo'lma. Qizimni senga bermayman. Qarindoshmiz, gap so'z ko'payadi. Odamlarning gapi muhimmi yoki qizingizning baxtimi, dedim to'g'ri ko'ziga qarab. Amaki, men Farzonani baxtsiz qilmayman. Boshqa birovga bersangiz, u bir umr yig'lab o'tadi. Men uni kaftimda ko'tarib yuraman. Bizning sevgimiz shunchaki havas emas. Amakim to'xtab qoldi. Sen hali yoshsan, tushunmaysan. Men yoshdirman, lekin erkakman. O'z so'zimga javob beraman. Agar Farzonani boshqasiga bersangiz, men bu yerdan bosh olib ketaman. Lekin baribir uni olib ketaman. Bizni baribir ajratolmaysiz. Mening bu gapimdan amakimning jahli chiqdi, yoqamdan oldi. Menga do'q qilyapsanmi? Yo'q, iltijo qilyapman. Farzandingizni tiriklayin, ko'mmang. Amakim qo'yib yubordi.
Uzoq vaqt menga tikilib turdi. Keyin chuqur xo'rsindi. Otangchi? Otang nima deydi? Otamni o'zim ko'ndiraman. Agar siz rozi bo'lsangiz, otam ham yo'q deya olmaydi. Amakim o'girilib ketdi. Ertagacha o'ylab ko'raman dedi. Bu yo'q degani emasdi. Bu umid edi. O'sha kecha uyimizda katta kengash bo'ldi. Amakim kirdi. Otam bilan uzoq gaplashdi. Onamlar xavotirda. Men va Farzona esa o'z uylarimizda yuragimizni hovuchlab kutardik. Oxiri amakim chiqdi. Meni chaqirdi. Qizimni yig'latmaysanmi? So'radi u qat'iy. O'lsam yig'latmayman dedim. Unday bo'lsa, to'yni boshlaymiz. Odamlar nima desa deyaversin. Ikkita jigarning birlashgani yomon bo'lmas, dedi u va otam bilan qo'l tashlashdi. Ishonish qiyin edi. Biz yengdik. Bizning sof sevgimiz, qat'iyatimiz yillar davomida qurilgan qarindoshlik to'siqlarini yengib o'tdi. To'yimiz u butunlay boshqacha bo'ldi. Dabdabali emas, lekin juda samimiy. Farzona oq ko'ylakda men tomon yurib kelayotganda, ko'zlarida yosh, lablarida esa dunyodagi eng go'zal tabassum bor edi. Men uning qo'lidan tutdim. Bu qo'llar endi bir umr meniki edi. Odamlar gapirdi, albatta. Qarindoshga uylandi, qon buziladi deyishdi. Lekin biz quloq solmadik. Hozir oradan 3 yil o'tdi. Bizning shirin farzandimiz bor. U sog'lom, aqlli va baxtli. Men har kuni ertalab uyg'onganimda yonimda Farzonani ko'rib Allohga shukr qilaman. Biz shuni isbotladikki, agar niyat pok bo'lsa, agar ikki yurak chin dildan bir-birini istasa, hech qanday to'siq, hatto qon qarindoshlik ham, odamlarning gapi ham ularni to'xtata olmas ekan. Farzona ba'zan hazillashib, agar o'shanda qochib ketganimizda nima bo'lardi, deb so'raydi. Men esa uning sochlarini silab, biz qochmadik, biz kurashdik. Va shuning uchun ham baxtimiz butun deyman. Amakimning qizi. Endi mening suyukli yorim, farzandimning onasi va hayotimning mazmuni. Azizlarim, bu hikoya bilan nima demoqchiman? Sevgi bu jasorat. Agar yuragingiz tanlagan inson haqiqatdan ham sizga munosib bo'lsa, kurashing. Oila, urf-odatlar muhim, lekin insonning shaxsiy baxti hamma narsadan ustun turadi. Baxtli bo'lishdan qo'rqmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Hikoyachi Momo kanalida qoling. Bizda hali sevgi va sadoqat haqida ko'plab hikoyalar bor. Xayr, salomat bo'ling. Ba'zan biz o'zimiz bilmagan holda Oliv bilan o'ynashni xohlaymiz. O'sha kuni men shunchaki dugonamni kutayotgan edim. Lekin eshik ortida meni nafaqat kutish, balki butun vujudimni larzaga keltiruvchi kutilmagan sarguzasht kutib turganini bilmasdim. U shunchaki dugonamning otasi emasdi. U mening yashirin orzularimning kaliti edi. O'sha stul, o'sha nigohlar va jazo deb atalgan lazzatli o'yin. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Bu xiyonatmidi yoki shunchaki ayollik tabiatining isyonimi? Hozir hammasini aytib beraman. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Inson his-tuyg'ulari, ehtiroslari ba'zan chegara bilmaydi. Agar siz ham real voqealarga asoslangan, samimiy va ochiq hikoyalarni tinglashni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz, eshikni qulflang va quloq soling. Mening ismim Malika. Yoshim 25 ta. Universitetda o'qiyman. Hayotim bir maromda o'tib borayotgandek tuyulardi. Men allaqachon turmushga chiqqanman, erim bor. U yaxshi inson, menga erkinlik beradi, o'qishimga qarshilik qilmaydi. Lekin bilasizmi, ba'zan tinch hayot ham zerikarli bo'lib qoladi. Ayol kishi doimo e'tibor, yangilik va ozgina qalampir xohlaydi. Dugonalarim ko'p, lekin ular orasida Manzura eng yaqinim. Biz xuddi opa-singildek edik.
Uning uyi men uchun ikkinchi uyimdek bo'lib qolgandi. Erim ham bunga ko'nikib ketgan, Manzuranikiga dars qilgani ketdim desam, indamay ruxsat berardi. Manzuraning oilasi ziyoli, ota-onasi zamonaviy qarashlarga ega insonlar edi. Ayniqsa otasi. U kishi 50 yoshlar atrofida bo'lsa-da, o'ziga juda qarab yuradigan, kelishgan va savlatli erkak edi. Uning ko'zlarida qandaydir sirli uchqun borligini avval ham sezgandim, lekin e'tibor bermasdim. O'sha kuni, o'sha taqdirni o'zgartirgan kuni men Manzuraga qo'ng'iroq qildim. Telefonni ko'tarmadi. Balki darsda banddir yoki telefoni ovozsiz rejimdadir deb o'yladim. Lekin biz birga tayyorlashimiz kerak bo'lgan muhim loyiha bor edi. Vaqt tig'iz. Tavakkal qilib ularning uyiga yo'l oldim, eshikni jiringlatdim. Ichkaridan og'ir qadam tovushlari eshitildi.